مەخپىي ئۇرۇش. ئاپتورى روبert Spalding. 10. bab. خىتايغا قارشى تەدبىر. خىتاينىڭ مەخپىي ئۇرۇشىغا قانداق تاقابىل تۇرىمىز ۋە ئۇنى قانداق توختىتىمىز. 2. قism. قىزىل سىزىق. Xitay hər günü xilma-xil usullar bilan iqtisodimizga hujum qiladi. Lekin biz bu haqdagi qat'iy o'tishga bo'lmaydigan qizil sizqimizni o'tirg'a qo'ya olmadik. Biz xakerlik hujumga uchrayotgan va shu orqali aqliy mulklari, ya'ni Xitoy tarafidan o'g'irlanayotgan korxonalarimizni qo'llashimiz kerak. Agar biror Xitoy shirkatining o'g'irlangan aqliy mulklarni ishlatayotganligi bayqalsa, Xitoy cho'qim tamojna beji, jarimana va cheklama qatorliq jazolarga tortilishi kerak. Agar Xitoy xakerlari hukumat organlariga yoki xususiy shirkatlarga hujum qilsa, biz cho'qim Xitoyning shuningga mos darajadagi organlari yoki savdo tarmoqlariga ta'sir ko'rsatadigan jazoni tayyor qilishimiz kerak. Agar Twitter Xitoyda cheklangan bo'lishiga qaramasdan tapriqchilik teriydigan, saylamga aralashadigan va psixologiyalik urush bilan shug'ullanadigan ta'sirdor Xitoylarning qurshovida qolsa, Twitterning Xitoycha varianti bo'lmish undidarning Amerikada tijorat qilishi cheklanishi kerak. Keskin maydon bildirish Xitoy tahdidining butkul doirasini umumyuzlik bir taraf qiladigan ko'p taraflamalik programmaning bo'lishini taqozo qiladi. Agar Xitoy darhol o'zini isloh qilmasa, rostini aytganda, Xitoy kompartiyasining cheklimsiz urushdan voz kechib, qoidalarga bo'ysunish ehtimolligi yo'qning o'rnida. Bu siyosatlar cho'qim ijro qilinishi kerak. Xitoy odatda pul muomalini yemchuq qiladi. G'arbmi shundoq qilishi kerak. Xitoy shirkatlarining bozorga kirishiga ijozat berish yoki naqd pul bilan ta'minlashga va'da bergan bo'lsa, bu Xitoy kompartiyasi eng yaxshi ko'radigan usuldir. G'arbmi cho'qim undaq qozonga mundaq cho'mich qilib, Xitoyni cheklimsiz urush strategiyasini to'xtatishga majburlashi kerak. Bu Xitoyning kapital va kredit bozoriga kirishini rad qilishni, shundaqla umumyuzlik qabul qilingan hisobot qoidasiga bo'ysunmagan yoki chet el shirkatlarini texnika o'tinib berishga majburlagan va yoki aqliy mulk o'g'irlagan deb gumon qilingan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizishni ko'rsatadi. Buning uchun erkin savdo qoidalari kuchaytirilib, asossiz va ko'pincha hollarda o'ydirma mo'ljallarni asos qilgan oson foyda elish talpinishiga chek qo'yilishi kerak. Mushundaq mexanizmlar barpo qilinsa, Amerika shirkatlarining Xitoyga mablag' silishini zo'r darajada cheklagili bo'ladi. Amerika Akasiya almashtirish komiteti cho'qim bir tadbirlarni qo'llana oladi ham qo'llanishi kerak. Har qanday Xitoy shirkati oxirgi hisobda yanala Xitoy kompartiyasi tarafidan kontrol qilinadi. Uning tafoviti va bozor qiymati faqatla mujmal bir uqum xolos. Sayi banka Xitoyda mavjud reallik sifatida qabul qilinadi. Xitoyda Xitoy kompartiyasi va Xitoy bankasi o'zi xohlagan shirkatlarni qo'llab, xohlagan shirkatlarni qaqsanam qilib qo'ya oladi. Bu xil ahvol sababli Xitoyning davlat ichidagi shirkatlarning hammasining balans jadvalida ig'ir masala bor bo'lib, ularning bozor qiymatini to'g'ri mo'ljallash ba'zi mushkul. Ammo siz Xitoyning piy bozorga solingan shirkatlarning hisobotini nazorat qilish hay'atidan iborat moliya buxgalterlikning hamma bob o'lchimiga vakillik qiladigan organning Amerika aksiya bozorida piy bozorga solingan 224 Xitoy shirkatining bosh iqtisodiy mufattishlarining hisobot daftarini tekshirishiga yo'l qo'ymaydiganligini bilsangizlar. Buning, ya'ni Xitoy shirkatlarining bozor qiymatini hisoblashning mumkin bo'lmaydiganligini to'nib yetalaysiz. Lekin compliance haftaligining xabariga ko'ra, mazkur Xitoy shirkatlarining umumiy bozor qiymati 2018-yili 1.8 trillion dollarga yetgan. Amerika aksiya almashtirish komiteti va piy bozorga solingan shirkatlarning hisobotini nazorat qilish hay'ati 2018 yilning oxirida bu masalaga diqqatini og'dirishga boshlagan
va birlashma bayonot e'lon qilib, agar bu xil uchur qamali davomlashaversa, peyi Amerika aksiya bozoriga selingan şirketlarga qarta tuzitish tadbirlari qo'llanish zarur yoki muvofiq bo'ladi degan. Amerika aksiya almashtirish komiteti ma'lum bir shirkatning bozor qiymatini hisoblashda uning mulklarini mundaq 3 darajaga ayiradi. Birinchi daraja naqd pul va jonliq bozordagi naqd pulga sundirib hisoblag'ili bo'ladigan qisqa muddatlik mablag'ni o'z ichiga oladi. Ikkinchi daraja silingan mablag'ni o'z ichiga oladi. Uchinchi daraja bayqig'ili bo'lmaydigan mablag' mulklarni ko'zitadi. Ya'ni bu xil ahvolda xususiy ig'dorchilikdagi shirkatlarning, soyi bankchilikqa tayinadigan shirkatlarning raniga aloqador ba'zi mulklarning va murakkab hosili mahsulotlarning qiymatini hisoblaydigan ishonchlik usul bo'lmaganlikdan mablag' sommasini aniq miqdorlashtirg'ili bo'lmaydi. Xitoy shirkatlari o'lchamlik buxgalterlik qoidasiga bo'ysunmag'achqa, ularning mulklarining ko'pinchisi 3-darajalik mulk deb qaralishi kerak. Moliya buxgalterlik o'lchami hay'ati Amerika Moliya ministrligining talabiga binoan farqli hisobot tekshirish siyosatini ijro qilsa bo'ladi. Agar Amerika aksiya almashtirish komiteti, ya'ni shirkatning moliya ahvolini oshkorlashga doir belgilamalarga bo'ysunmagan Xitoy shirkatlarini aksiya bozoridan chiqarib etishni qaror qilsa, Amerika aksiya almashtirish komitetining belgilamasiga ko'ra, umumiy qiymati 1 trillion 800 milliard dollarga yetadigan bu shirkatlarning amaliy bozor qiymati qolmaydi. Amerika aksiya almashtirish komiteti qo'llansa bo'ladigan yana bir usul bo'lsa, shirkatning almashtirg'ili bo'lmaydigan naqd pul zapsini 3-darajalik mulk deb e'lon qilishdir. Bu zodi amal bo'lmaganda qo'llanadigan tadbirdir. Ammo Xitoyning qonunsiz usullar orqali pul muomala sistemasini egiz-past qilishini va iste'molchilarni aldishini to'xtatimiz deydiganmiz. Bu cho'qim o'ylanishga tegishli choradir. Agar Amerika aksiya almashtirish komiteti bu xil o'zgartirish tadbirlarini qo'llansa, har joydagi mablag' solg'uvchilar zo'r ziyonga uchrashi mumkin. Hamma bab shirkatining Xitoyda avtomobil setib qancha pul topganligini kim biladi? Bu naqd pul mulklarining hammasi yo'q qilib o'tilsa, mazkur shirkatning bozor qiymatiga zo'r darajada ta'sir yetkazishi mumkin. Albatta, Amerika shirkatlari va mablag' solg'uvchilari bu buhronda zarbaga uchrashi mumkin. Lekin nazariya jihatda, ya'ni Xitoyga qarshi bu xil tadbirlar qo'llanilgandan keyin Xitoy bozori pasayib, boshqa bozorlar jonlanib, shundaqla mablag' sifatida Xitoyga kiradigan dollarning ozayishi sababli Xitoyning iqtisodiy ish sur'ati ostilaydi. Xitoyning iqtisodiy eshish nishonini ishga oshirish va xalqaroliq taraqqiyot turlariga mablag' ajratish iqtidori zaiflashidi. Shuning bilan Xitoy boshqa kirim manbasi tepishning qo'yiga tushidi. Ana shu chog'da Amerika cho'qim boshqa davlatlarga, ya'ni Xitoyga yordam qilmaslik to'g'risida besim ishlatishga tayyor turishi kerak. Xitoyning musulmon Uyg'urlarga qilgan zulmlaridan dar g'azabga kelishi kerak bo'lgan nefti mo'l musulmon allari cho'qim, ya'ni Xitoyga qarshi mablag' embargosiga ham Xitoyda iqtisodiy va ijtimoiy islohot elib berish chaqiriqiga ovoz qo'shishga rag'batlantirilishi kerak. Izchil Xitoyni maqtab uchirib kelgan Wall ko'chasidagi saxtapazlar va ularning yolg'on yavdoqlariga aldinib ketgan mablag' solg'uvchilarmi, ya'ni Xitoyga qarshi bu xil tadbirlarning ta'siriga uchraydi. Lekin bu dal mazkur tadbirlarning muhim nuqtasidir. Xavfdan saqlanish fondiga tayinib beyg'anlar va ya'ni Xitoy bilan qilingan tijoratlardan necha 100 million dollar sherinkani olgan Xitoy kompartiyasining gubbangchilari kallasini silkib etishi kerak. Ularning qilmishlari davlatimizning kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Amerikadagi 50 shtatning ommaviy yashanganda kutinish sug'urtasi fondlarining qo'lidagi paychek va zoyimlarning nurg'uni
Amerikada qoida tuzumlarga rioya qilmaydigan, boshqariladigan bomba va urush parxodlari yasaydigan Xitoy shirkatlarinindir. Amerikalik mablag' solg'uvchilar setib olgan mazkur paychaklar Amerikaning davlat bexatarligiga ta'sir yetkazadi. Shunga mablag' selishga mas'ul direktorlar mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishi kerak. Bu xil masalalar cho'qim oshkora o'ttirg'i qo'yilib, mamlakat xarakterlik muhokama temasi qilinishi kerak. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Amerikalik mablag' solg'uvchilar Germaniyaga mablag' selishni, Germaniya shirkatlarining paychaklarini setib olishni o'ylasharmidi? Xitoyning kishilarni jazo lagerlariga solash, namoyish qilishga yo'l qo'ymaslik, xalqning mengisini yuyish qatorliq kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishlari ayni chog'dagi natsistlarning qilmishlariga to'limi o'xshaydi. Shundaqla Xitoyning sijil raqamlik kuzatishi orqali e'tiqodi sababliklar bir xalqqa, ya'ni Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishidan iborat hukumat yetakchiligidagi zulm taktikasini yangi natsizm deyish to'limi muvofiq. Yuqorida tilga ilinganlarning hammasi amal bo'lmaganda ishlatiladigan tadbirlar bo'lish bilan bir vaqtda yana suhbatda foydalanishga bo'ladigan kuzirlardir. Bu tadbirlar orqali Xitoyni xalqaro qoidalarga bo'ysunishga majburlig'i bo'ladi. Ya'ni Xitoyga qarshi mazkur strategiya xalqaro birlik saf hosil qilishni taqozo qiladi. Bu strategiyaga cho'qim harbiychi o'lchamda zehnini markazlashtirish va hamkorlashish zarur. Chunki aniqki, aytganda bu bir urushdir. Mazkur tadbirlarni ijro qilishdan ilgari qattiq inkos qaytirish favqulodda muhim. Amerika hukumatining 3 tarmoqi cho'qim bizning texnika, aqliy mulk, pul, shundaqla eng muhimi asosiy qonundan iborat mulklarimizni qo'g'dash uchun bor kuchini ishga selishi kerak. Bu xil umumyuzlik tirkishish kishiga to'limi qo'rqinchli tuyuladi. Lekin hokim mutlaq tuzumidagi hammadan gumonsiraydigan demokratiyaga qarshi, insoniyatga qarshi Xitoy davlatining qilmishlari tufayli erkin dunyoning bu jihatda, ya'ni Xitoy bilan tirkishishdan boshqa tanlashi yo'q. Adil raqobat muhiti barpo qilish. Ko'rib turganimizdek, Xitoy kompartiyasi o'z davlatidagi saxta mahsulot yasaydigan shirkat korxonalarga qarshi hech qanday tadbir qo'llanmayotidi. Shundaqla mazkur, ya'ni saxta taqlidiy mahsulotlarning chet el bozorlariga to'shilishiga yo'l qo'yilyotidi. Bu saxta mahsulotlar Xitoy uchun kirim akilyotidi. Xitoylarni xizmat bursi bilan ta'minlayotidi. Shundaqla mazkur taqlidiy mahsulotlarning haqiqiy mahsulotdan xeyli tuvan bahoda setilishi, mazkur mahsulotlarni tadqiq qilib yasab chiqish va bozorga selish uchun nurg'un mablag' ajratgan chet el shirkatlarini ziyonga uchirtiyotidi. Buningdan sirt Xitoy Amerikaga to'shiyotgan mallarning orasida saxta mahsulotlar yoki ijozatsiz aqliy mulklar orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ya'ni patent huquqiga ega yasash usuli, loyiha yoki yumshoq detal qatorliqlar bor yo'qligini tekshirmaydi. Amerika cho'qim bu qonunsiz mahsulotlarning o'z chegarasidan kirishini to'sishi, ya'ni biz cho'qim portlarimizni texmi qattiq boshqarishimiz kerak. Shundaqla biz tekshirish jarayonida masala chiqqan nachar tijoratchilardan jarimani elish orqali bu ishga ketadigan chiqimni hal qilsak bo'ladi. Masalan, Xitoydan kelgan mal parxodida saxta mahsulotdan birili bayqalsa, to'shig'ichi shirkat har bir yuk sandiq uchun $1000 jarimani to'lashi kerak. Bu parxodlar amaliyotda Xitoy kompartiyasining bo'lganligi, shundaqla ba'zi parxodlarda yuk sandiqidan 10,000 bo'ladiganligi uchun mushu shaklda jarimani elinsa, Xitoyning saxta mahsulot yasash qilmishlariga chapan yepishning badali tezla ig'irlashib ketadi. Agar bu tadbir saxta mallarning Amerikaga atkaz qilinishini to'sib qololmasa, buning Xitoydan mal besib kelgan parxodni shu peti Xitoyga qaytarib etishdan iborat yana bir amali bor. Albatta,
bu mal topshirib olishni kutib turgan Amerika shirkatlarini ziyonga uchirtdi. Hatto bunday qilish bozorda ba'zi mallarning qisliqini keltirib chiqarishi mumkin. Lekin bu Xitoyni texmi ko'p ziyonga uchirtdi. Chunki Xitoy shirkatlari pulni ola olmaydi, malni vaqtida topshira olmaydi, mal yetkazish vaqti jadvalining hech qanday roli qolmaydi. Odatda hammasini degidek to'shiqchi shirkat o'z ustiga oladigan birlik malning to'shish tannarxi zo'r darajada eshib ketadi. Shundaq bo'lganda qalaymiqanchilik ko'rilib, Xitoyning portlarda favqulodda tez suratda yuk besib va yuk tushirish, yuk yetkazish vaqtini tang qisqartishdan iborat nishoni to'sqinlikqa uchraydi. Davomi bor. İngilisçidən tərcümə qılğuçı ھېكمەتيار İbrahim. Mənbə Uyğurlar tor ژورنىلىنىڭ 20 sanidən ئېلىندى.